Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda eng so'nggi tezkor yangiliklar bilan yaqin daqiqalar ichida. Superliga 2026 musobaqaga 28-yanvar kuni qur'a tashlanadi. Avvalroq liga qur'a masalasida Goat Sport kompaniyasi bilan hamkorlik qilish xabar qilingandi. Ayni vaqtda tomonlar yangi mavsum taqvimi bo'lish ehtimoli mavjud variantlarini shakllantirmoqda. Ular orasidan saralab olingan maqbul variantlardan qay biri tanlab olinishi masalasi qur'a yordamida hal qilinadi. 28-yanvar kuni mazkur jarayon Futbol TV telekanali orqali translyatsiya qilinadi va u 19:00 dan boshlab efirga olib chiqiladi. Unda Superliga klubi vakillari ham ishtirok etadi. Bizda hozircha shu ma'lumotlar. Bizning kanalni kuzatishda davom eting. Albatta ushbu video roligimiz keng tarqalish uchun like tugmachasini bosishni unutmang.